Bu nima deydi? Aleksandr da Vinci olim bo'lganmi yo chizuvchi bo'lganmi? Aleksandr da Vinci emas, bilat. Leonardo da Vinci. Ha, Leonardo Leonardo da Aleksandr Makedonskiy da Vinci bo'lganmi? Yo, men o'zim miyam miyalamay qoldi. Odamlar rasm chizib o'ldiryapti. Rasm chizib azobla o'ldirgan. Mona Lisa emas, qonli Lisa bo'lib qolgan. Qonli Lisa. O bashiringa. Faqatdan bitta narsali Lisa demoqchi edim lekin. Nimaga tashlamaysiz, taylaysiz? Taylayman. Daraxt qanday bunda? Cho'plar. Oddiy cho'pga? Qani cho'p? Cho'p yo'q-ku, qaydan ko'rdingiz? Cho'p etib bor. Ana uyda. Nima deydi? Oddiy cho'p emasda u. Qanaqa chiqib ketgan? Abi tekis qilib qo'ysangiz nima bo'lardi hozir shu yerga? Uyingizga bemalol ishingizga kirib ketardingiz. Endi mana bu nima farqi bor sizga men qilayotgan ishim bilan? Yo, sizga ayting. Dezara. O'tgan videoda dezara deganman. Dezara. Bo'lana endi normal. Bu yoqdan tushib ketsangiz haykal. Bu yoqdan tushmayman. Nima ishingiz bor sizda deyman. Boydan bergi gapiryapsiz. Qilayotgan ishim yo'qmayaptimi yoki? Keting. Yo'q, ketmay turing. Prosta men shaxsiyatim teginmaydi, meni. Sizni shaxsiyingiz bu siz. Ha, ikkinchi joy mening shaxsiyatim. Yaxshi. Bu mashinasiga maza qildim, lekin o'zi ham pastdagisini tuzatsa hammasi ketiladigan. Qirg'on o'zini obshiriyalish. Короче, endi qarang. Mana buni nima deydi shuni? Zinani ikkitalik qilishim kerak. Bu yoqdagini buzib chiqsangiz bo'ldi, bir tarafini. Ikkita, to'g'ri. Dezarayiz ham qilasiz shu bilan. Dezara. Короче, bu yerga bitta, mana bu yerga ham bunaqa. Biz o'zi ikkita ish qilganni bu yoqdan keladigan qilsangiz nima qilib bo'ladi? Amal qilavering. Nima deganingiz? Böyle qiling, hech narsa qiling. Yo, siz katta dezara qilmoqchimisiz bu yerga? Bilmadim. O'ylab ko'rish kerak. Hamma joy ko'rib turish uchun katta dezara qilib qo'ying. Deraza qilmayman ham o'zim. Oldingi videolaringizda hamma joy deza. What the fuck? Deraza bo'lib ketirdi. Yo, prosta edi. Mana shunaqa turadi. Yo, mana bunaqa reshetka qilib qo'yaman, bir xil joylarni yopib qo'yaman. Men uni zo'r qilib kelmayapti. Prosta qurilgan uyda yashab turish uchun qurilganini qilmoqchiman. Voy, nima bo'ldi? Vaqtinchalik. Yaxshi. Ana. Nima bo'lyapti? Yo, to'xtang, mana bunaqa qilsak. Voy. Tushib ketdi. Bo'ldi. Mana bu yerdan tushunasiz kerak. Bil. Normal. Bitta. Meni miyam ishlamay qolyapti. Siz qachon ishlagan o'zingiz? Nima o'zi buni qildik? Nima bunday qilyapman men? Siz ham hamma gapimga qo'shilaver ekansiz, deb. Bilmayman, men o'zi qilyapsiz. Bir narsa desam hozir boshlaysiz yig'lab. Zatoda siz o'zi nima bo'ldi. Endi bugundan boshlab tanqid qilamiz, faqat tanqid qilamiz. Sekarra bo'ldi, tanqid qilamiz bugundan boshlab. Kim bo'lmaysiz? Tanqid qilishingiz uchun chaqirmam. Gapingizni xo'shlash uchun chaqirdingiz. Yo, o'zim chaqirmadim sizni. Qaydan kelib qoldingiz? Bilmayman, telefon qildingiz-ku. 2 kundan beri o'zingiz-ku bilan 2 kundan beri meni o'tirdirasiz Discordda, ketib qolasiz. Yo, siz o'zi undan oldin yo'q bo'lasiz. Men aynan video olaman degan paytim yo'q bo'ladi-da, keyin keladi-da, men ishim chiqib qolgan payt kelib qoladi. Qo'y, siz o'qitlab o'tirasiz Kiker bilan. Choydan bilaman deb ketasizda 1 soatda keladi. Hech kim kelib qoladi-da. Hacker mana shunaqa qilmasa bor-ku, videosi allaqachon chiqardi bo'ladi. Mana daraxt o'sib qoldimi? Daraxt o'sib qoldi. Qanday yo'q joydan daraxt? Ha, mana bunaqa daraxt. Bular tepadan daraxt urug'lari o'zi yerga tushsa yekilib ketar ekan. Yaxshi, zo'r. Hacker mana shunday erinchoqlik qilmasa, bular o'zi videosi tayyor bo'lardi. Dahshat qilib animatsiya qilyapti, lekin hali ham yuribdi. Spoiler garang aytmayman. Hali hech narsa aytganim yo'q-ku. Ha, animatsiya. Telegram kanaliga qo'ygan narsalaringiz spoiler bo'lmasdan. Endi ular Telegram kanaliga yo'qlar uchun. Men noto'g'ri joydan quraman, biz hammasini. Voy, voy, yo'q ketdi. Nima edi u? Nima u? What the fuck? O'ldiring. Uxlab qoldi! Shunaqa dahshat videoni ko'rib o'tiribsiz, lekin nega obuna tugmachasini bosmagansiz? Karl! Biz 75 ming obunachiga erishdik va fevral oxirigacha biz 100 mingta bo'lishimiz shart. Lekin sizlar hali ham obuna bo'lmagansiz. Qani martgacha biz 100 mingta bo'la olamizmi? Shuning uchun obuna tugmachasini tez bosib qo'yinglar. Bu uxlab qoldi. Qayda kelib qoldi bu? Bitta hozir bemalol qarab o'tiribman, o'ldirayoraman hozir bitta shikandib. Eng qizig'ini aytaymi? Nima bo'ldi?
Yotoqxona olib kelmagan ekanmiz. Bile o'zi shunga ketgandik, bile siz menga To'xtang, o'zi uyimda narsalarni turibdimi ekan? kamera, Uyim qani meni? kameraga qo'ygansiz qiz. Bilmayman, kamerani endi kimdirlar kelib qolsa uyni tekshirib turish uchun qo'ydim. Xo'p, kamerasi ko'rmayapti-ku. Qani kamera qarayapti. Mana. U mana. Yo'q. U yaxshi turibdi. Kim kelib qoladi uyingizga, eng qizig'i? Bitta o'zingiz-ku. Kelayotganlar bo'ldi ya. Banditlar boya ko'rsatdim, ovqatlarni olish kerak. Banditlar chiqa olam tepaga shunday. Bilmayman, lekin hali chiqib ko'rmagan. Chiqishidan oldin o't o'ldirganman. Uyimni oldiga bir tuda bor edi, o't urganman, tirilurgan, o't urganman, oxirimni tirilmayotgan kutgan emas. Bir marta ana bo'lganda, chunki ular bir marta meni uchuvchi tog'aram buzib qo'ygan. Voy, to'xtang, mana bu yerda. Voy, mana shu yerga kelib ketaman men. Qani bu yer? Bu tomonim qani meni? Osmayapti karta. Nima ochib? Ana-ku bu kosmik markaz bo'lish kerak, bu katta teleskop. Voy, nima bo'lib qoldi? Voy, yordam, xalq! Voy! Zamikayda shtolida. Voy, hozir chiqsam o'lib ketaman. Orqaga nima o'layotgan tushunmayman buni. Siz qarang. Umuman bunaqa bo'lmasdi. Mana siz kiryapsiz meni oldimga. Eshting siz, ko'rmay eshting. Qarang, kirdingiz. Videolarni ko'rib chiqyapman, bunaqa bo'lmagan. Bir marta bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi unga ham siz menga gapirdingiz undan oldin. Voy, hekar qalaysiz. Hol-ahvol so'radingiz-da, u videoni olishimdan oldin. Lekin mana bunga oldimga o'tiribsiz. Ham qarang. U qotmay qoldi boyan sniper, u qotmay qoldi. Mana uni oldiga. O'lib ketdingiz. Ana. Voy, o'ch. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi? O'lib ketang. Ana ko'ryapsizlarmi? Sizni o'lib ketishim uchun chaqirmadimmi sizni? Mana heykalga omad deb o'tiring. Yaxshi gaplar aytib o'tiring. Men siz aytgan narsani qilyapman, o'lib operatsiyani to'g'rilang deb qo'ydingiz prosta. Men o'shan o'lib qilyapman, lekin siz aytayotgan gapingiz qarang. Shunday heykalga omad, like bosib qo'yamiz, like. Shu gapni to'g'ri bo'lsa, like bosib qo'ying. Vola, yehu. 10 mingta like bo'lsa, biz Narutani uyiga piyoda boramiz. Voy, Qoraqalpog'istonga qanday kelasiz? 100 mingta like bo'lsa Qoraqalpog'istonga boramiz. Shu uchun qilmanglar. Korоче, men mana buni ko'rib qoldim. Voy, hekar 100 mingta like yig'ilsa-da hozir shu videoda bilan kelasiz shunda. Yig'ilmaydi, shu uchun aytayapman-ku. Davay yig'amiz, hekar keladi bizlarga. Demak, yig'ilgandan keyin meni kartamga kim 101 million tashlaysa, men Qoraqalpog'istonga boraman. 101 million emas, 1 million ham yetar. Yo, 1 million, davay 1 million. Bemalol. Bu buzilmaydimi bu? Buzib tez oz ketib olaman. Bu anolar ham osingiz bo'ladi, nima deydi? Mana bo'ladimi? Pastdagi nima deydi? Reels. Shuni yo'q joylarga qo'yasiz. Reels. Bularga hali ano ham kerak. Video ko'radigan reels. Ko'ryapsizlarmi? Bu zavlodda hali. Zetavlod, siz ham zetavlodga kirasiz, hekar. Yo, men ozgina oldin yashaganim esimga meni. 2 oy mendan 3 oy kattasi, hekar. 2-3 oy. Zatom u basharing yo'q. Yaxshi. 3 oy oldin ancha qiyin bo'lgan, anoda yashash qiyin bo'lgan. Siz to'g'rilaysiz, o'sha yashashdan ma'no qolmadi-da. Osonlashib ketdi. Oldin biza zo'rman-da, men omadliman-da, hamma narsa osonlashtirib kelaman o'ziga. Yo, ko'ryapsizmi, siz oldingi davrlar bilmaysiz, qanaqa qiynalganlarimizni. Shu hekar 3 oylikda, 2 oylikda qanday qiynalgan. Voy. Tarjima qiling mana uni. Yosh bolalar surprise on the right. Nimadir. Короче, kommentga tarjima qilishaveradi. Menishi mumkin emas. Olimga buyuk ano kelib qopti-ku, ha? Alloma. Ingliz. Yo. Nima bo'ldi? Yo, eshitdingizmi? Yo'q, yashil tuman bo'lgandek bo'lib ketdi-da. Yo, yashil tuman mana bu narsa mana. Yashil tumanmi? Rostdan, yashillashib ketyapti. Yo, sizni ana qo'ysa effekt. Joni so'ldiring, o'lib qolasiz hozir. Voy, shu uchun ekan. Voy. Oltin olmang, davon o'lasiz. To'xtang, o'lmaydi. Oltin olma jon ko'paytirish uchun yila. Bitta boring. Bo'ldi. Ko'rmasam bor-ku, siz paytgacha o'lib ketardingiz. Yo, yugurishim bo'lmay. Aytdim, qanaqadir ovoz chiqdi deb, o'zidan-o'zi. Hech bunaqa ovoz chiqmaydi-da. Siz keldi shunaqa narsalar bo'lyapti. Yana bitta spoti. Hekar nasib yozib ketamiz kommentariga. Boy, nima qilyapsiz? Yo'q, kesmayman. Videoga chaqirdim-ku. Qachon? Bundan oldin yozmadingiz. Sizga qancha yozdim? Yo, siz yozmadingiz-da. Fortnite o'ynayotgandim-ku, reload o'ynab chirirlatdim Fortnite'da. Top
to'ppirmi? Bechora meni to'ppir oldim. Bechora zonada o'lib ketdi borki yeta olmasdi. 100 o'ynayotdingizmi? Bitta o'zim solo o'ynadim, qurib o'ynadim, bechora zonada o'lib ketdi. Zato o'ldirmabsiz. Meni eng qizig'i meni jon olgandim lekin. Eng qizig'i meni otdi, 62% jonim qoldi. Bechora zonada o'lib ketdi aka o'zi. Zato to'ppir, hacker. Undan ziyod odamni kill qildi. Undan ziyod. Uni buni qo'ying, uni buni qo'ying. Bitta siqiltirayotgan temani ko'taraymi? Nima? Ana yerga 3 to'g'ram qo'yib ketibdi. Vo. Piyoda kelganmi shu yoqqacha? Voy. Men ham esimda yo'q, piyoda kelganingiz borki, gap bilan mavshisi qo'y. Ketdik endi. Ama children dedingizda bilet. Children bu yoq kelganda ketibdi. Zato children dedingiz. Bitta ayting. Shunga o'tish uchun shuncha muammo. Qilishingiz kerak. Bugungi videoyingizdagi nima edi? Nima narsa? Reja, nima gapimizni videodagi reja. Nima deyiladi? Reja emas. Bugungi videomizda maqsadingiz, maqsad deyiladi. Men biluvdim, siz sinayotgandim. Qani bilaykam shu bilan aytalaykanmidim. Bilaman-ku, men вообще shopur qilib tashlayman bu narsani. Billik. Ana ochmadikmi? Ochmadik. Ketdik vrachga. Sog' salomat uchun. Buzilib qolaveram. Nima bu teskari qaysi bu miyasi qiyshiqimni qurgan? Teskari emas, kerak. Ey bu mana bu tomoni, mana shu tomoni bu nima? G'ildirakmi bu? G'ildirak. Bu orqa dum bilet. G'ildirak emas, bilmayman bu nima edi o'zi. Men shu to'g'richa ko'rurganman, nima bo'lsa, ko'zimga ko'ringan qilurganman. O'zi men e'tiborim bermadim. Ushlagich bu tomonda bo'lsa endi orqasi bilan boshqarmaydi-ku. Yo'q, to'g'ri, lekin vertolyotlar dumi orqada bo'ladi-ku, uzun tarafi. Buni dumi oldinda qanday uchyapti bu? Zato qanoti to'g'ri turibdi-ku, uchaveradi. Bu samolyot vertolyot shunday bir narsa bu. Korоче, men jun izlashim kerak mana shu yerlardan, jun bo'lish kerak. Junni qayerdan topishingizni aytaymi? Junni hammada topilaveradi. Men nima demoqchiman, bu nimalar o'ylayapti? Yo'q, mana jun topilaveradi-da mana hamma joyda. Yo'q, to'xtab binafshasi ham bor ekan, binafshadan olib ketamiz. Vutti. Voy buni emas. Yana hayvonsi bor desiz, biladi. O'zi qana bilib turib bosdim-da. O'qini optaylash uchun, o'qi gilani binafshaga yotish kerak. Gilaniki binafshaga yotish kerak. Sizga bo'lgan. Voy! O'ylari boshqa. Jimboy, men o'ynay, Jimboydan beri gapiryapsiz, Asam team nimalardir deb. Jimboy gapirmay. Gapiring endi. Yaxshiroq gapiring, odobdan chiqmasdan. Meni obunachilarimga yoqmaydi bunaqa gaplar. Odobli meni obunachilarim. Kommentga nima deb yozishadi obunachilarim o'zi biladi. Hakerning obunachilari ayting, siz ham bilasiz. Va aqlli va farosatli. Aqlli va farosatli haker. O'zi ham shunaqa haker. Prosta videoda o'shanaqa. Siz oldimizda unday emas. Sizni oldingizda undan ham odobliman-dami? Shunday ham haker. Shaxtani ichida mashina topdim. Uyimning orqasida bunker bor ekan. Bomishga aylandi. Bolalar, bu kanal haqiqatan ham dahshat videolar chiqarar ekan. Minecraftda shunaqa videolar sizga ham yoqsa, tez kommentdagi kanalga o'tib ko'ringlar. Eng qiziq negirskiy videolar shu yerda. Va shunchaki obuna. Bolalar, men ham ko'proq videolar chiqarishim uchun pastdagi kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Menimcha qiyin emas. Oddiy tugmachani shiliq etib bosib qo'yasizlar. Kommentda nima deb yozishni bilsanglar kerak. Men sizlarga ishonaman negirlar. Albatta gapimni yerga qoldirmaysizlar. Kanal silkasi kommentda. Rostdan chindan ayting, ko'nglingizdan. Ko'nglimdan chiqarib aytaman. Unday emas. Ko'nglimdan chiqarib aytayman hali ham. Aytaveraymi? Endi siz og'ir botishi mumkin-da sizga endi. Nima ekan o haker? Korоче, qarang. Ikkita tuya bor ekan. Nima? Ikkita tuya bor ekan. Xo'sh. Siz o'ldiraman hakerni. Simsizlikdan deyapman, suvsizlikdan qiynalayotgan ekan. Keyin bittasi o'sha g'araz niyat boshlandi, o'ldirish niyati. Xo'sh. Keyin qarang. Qonni ichishmi? Yo'q, qarang endi. O'sha g'araz niyat qilayotgan tuya nima qiladi? O'ldiradi tuyani. Nima qiladi? O'ldirib nima qiladi? Bilmayman, men qaydan bilay? Yo'q, savollar endi, savol. Bilmayman. Shunday tirik qolsa o'ldiraman. Mana bu joy qolib ketdi, haker. G'alati bo'lib qoldi. Men pastga tushayman, mana orqadagi qora bilan qora uzun qilib qo'ydingiz-ku, boya ikkitasini zina. Nima deydi Asha? Biluvdim. Meni sizda sinayman-da. Qani ana shunaqa anolarim bilib turib qoldirayman shunaqa namyoq joylarda. Короче, men ko'rishim kerak-da buni. Men aytishim kerak. Bu chamadon qilsa bo'ladimi? Chamadon emas, u yostiq. Yostiq?
Nima qilib beradi sizga yostiq? Boshqacha ana yasasangiz bo'ladi-da keyin. Boshqacha yotoqxona. Yaxshi. Короче, endi hozir kech bo'lyapti. Ozgina uxlab olamiz-da, keyin mana bu yerlarni tekshirib olamiz. Ertadan boshlanadi. Buni boshlanishi qayerda? Keyin biza hozir Buni boshlash mana shu joyda. Temir kerak hozircha ko'proq. Uyga borib kelishim kerak. Chiqamiz, sekir. Boya tuyani davom ettiring endi. Nima qiladi? Mana ikkita tuya, bittasi g'araz niyat, bittasi g'araz niyatda. Keyin uni o'ldirmoqchi bo'lyapti uni. Ikkinchi o'sha g'araz niyatli tuya birinchisini o'ldirmoqchi bo'lyapti. Nima qiladi g'araz niyatli tuya? Uni yomon ko'rsatadi boshqalar. Voy, varraz. Yo'q, yomon ko'rsatmaydi. Nima qiladi hozir? Agar ana g'araz mana siz qorningiz ochqadi, oldingizga jo'rangiz ham bor, tanishingiz bor. Sizga g'araz niyat kelyapti, uni o'ldirish niyati. Xo'p, nima qilasiz? Ovqatni o'ldirib yubormayman-ku endi. O'ldirmaysiz. Yemadi u gap. Yo'q, sizni qorningiz vashila ochib ketgan. Sizga o'ldirish fikri kelib bo'lgan o'zi. Nima qilasiz? Nima qilaman? Uni o'ldirib biladi odam go'shtini yeb. Yo'q, o'ldirmayman. Yo'q, o'zi qorningiz yemaysizmi ha? Yo'q. Mayli. Yemayman. Bo'ldi, yedirdingiz. Yo'q, yedirganim yo'q. Men siz nima qilasiz dedim. Yedirganim yo'q sizga. Yeng deganim yo'q. Avval Girmajonni kesding. Yo'q, kesmayman. Menga aynan shu javob kerak. Nima qilasiz? Bilmadim ekan, to'g'risi. Mana endi javobni eshiting, endi javobni eshiting. Ikkita tuya. G'araz niyati. Ikkita tuya. Endi bizga tekishtiryapsiz-ku, ha, endi. Yo'q, qanday sizga tegishtiryapman? Tuya deyapman men, siz emas. Mana tuya unda ochilmaydi, haker hech qachon ochilmaydi. Ya, nima deyapsiz? Ikkita tuya. Tezroq ayting, ha. Bittasini qorni ochqagan, bittasi suvsagan va o'sha ikkovi ham suvsagan. Ikkovi ham suvsagandan bittasini xayoliga g'araz niyat kelyapti, uni o'ldirish. O'ldirishda o'yinni tuya nima qiladi? Qarang, endi eshiting. Tuya do'konga borib kola ichadi, chanqovini qoldiradi. Bo'ldi. Alo. Mana tutmoqchini. Ikir yonimda bo'lganingiz bor. Ya to'g'ri-da, o'ylamadingizmi shu joyini? Osongina javobki. Vo. Osongina javob mana. Obunashlar уже video boshidan biladi. To'xtang. Men hozir reaksiya bildiraman-da. O'tirib turing mana yerda, men sizga reaksiya bildiraman. Ya, okey, bilmasam. Bola obunashlar kerakchi biza hozir qani boyanikida. Nima qilmoqchi edi? Mana. Qani? Uncha narsa ko'piga to'pamayman. Budinka bor ekan. Dubinka ko'piga ham budinka deyman. O'sim. Ya, men kerak, liver kerak. Короче, bu o'sha attraksionni ishga tushirib beradi. Bizga tosh bilan oddiy cho'p kerak. Xo'p, cho'pni yasash oson. Voy kerakmi? Tosh yo'q-ku bizda. Voy, tosh kerak bizga. To'xtada. Mening sumkamning ichida tosh yo'qmi? Tosh. Tosh yo'q-ku. O'zingizdan hacker. Yo'q, qanaqa ovoz? Bu eshitmayman ovoz. Yo'q, yo'qolib qoldingiz-ku hozir kelaman deb. Bunda ovoz eshittirgandim. Shunday sound effekt topdim-da men. Mayli, nicho. Ha, okey. Bizga tosh kerak hozir, tosh. Nima qilasiz endi? Tosh, mana attraksionni ishga tushirib beradi. Boshlaringan yog'im, qo'rqib ketibman. Chimoli xo'r-ku, bila qo'rqib ketdi. Qaydan bilaman, shunda katta narsa o'ngizga kelyapti. Boshlaringan. O'ldiradi. Ke, aqlingami? Xotiningni ham chaqirib kerak. Yugurib kelaman. Bu chumoli edi-yu faqat. Sizga ham yedi. Mana xotining o'ldi. Nima qila olasan? Suro. Mana bolangni tug'ib o'ldirgan ekan, endi bolang ham o'ldi. Nima qila olasan? Bashiringa o'g'im. O'zingcha qochma, boya bitta urib o'zingcha. Yig'layapti becha, siqilyapti gulni oldida. Ke, quchoqlab qo'yaman. O'laydi. Voy, bashiringa o'g'im. Nima qila olasan? Nima, turib nima qila olasan? Tilini chiqar. Siz bilan bolalik bo'lmoqchi hacker. Xotin o'rniga xotin qilmoqchi. O'g'li, biz o'z tosh olish uchun chiqyapti. Nima chumoli qo'llar o'ldiryapmiz? Sizdan emas, tosh oling. 20 ta tosh yeta. Ketdik. Ha, nima qilamiz? Ana kulich yasamoqchiman. Kulich yasamoqchi. Kulich? Mana ularni ishga tushiradi-ku, tez yurgichlarni. Umuman kallam kelmayapti. Mana bu kulich, mana bunaqa kulich. Ketgan payt 2 soat qidirdim qanaqa yasashni. Mana. Richak deng, bilak kulich. Richak endi men hozir richak qaydan xayolim kelar? Richak deyish. Meniki kelgan-ku, sizniki kelmaydi. Ayni sizniki kelib turadi har doim. Meniki kech kelar. Teskari qo'yam bo'ldi. Siz orqada yurasiz o'zi. Qarang, biza hozir ishlayotgan joylarda. Hop. Hacker,
Xo'p, xo'p. Ashi richag yasagandan ko'ra Redstone'lik torch bor-ku, ashuni yasagan yaxshi edi. Redstone qayerdan topaman? Redstone. Gapiring. Ha, mana shunaqa Qidirsangiz aqlli. topiladi. Yo'q, hozir qarang, tosh topish osonmi, richag topish osonmi? Richag Redstone. Richag deyapman. Redstone topish osonmi, tosh topish osonmi? Ha, ulgurmaysizda unda yog' chiqish kerak, mayli, qiling. Easy, bitta qo'yasiz bo'ldi. Ha, meniki to'g'ri, sizniki qiyshiq. Yo, meniki to'ppa to'g'ri, просто sizniki endi gapingiz to'g'ri. Ha, sizni gapingiz emasmi? Nima gap emas? Sizni gapingiz to'g'ri emasmi? Menikini xato deyapsiz-ku siz. Redstone'dan ko'ra voy, butunlay bu. Yo, to'g'ri turibdi. Siz boyagi blok qo'yishingiz kerak edi. Men bitta tepaga chiqib ketardi, Heker. Yo, bu qarang, mana bunaqa turuvdi. Mana shu yerga yana bitta qo'ying tosh. Heker, yaxshilab e'tibor bering, qarang. Bu tepadan keladimi? Reels. Men bu yerda o'tadi. Pastga qarating. Mana shu yerda men pastdan keladi, mana shu pastdan men bu yerdan keladi, tepaga chiqadi mana shu yerdan, keyin bu yoqqa ulanib ketadi. Ashunday bo'lish kerak edi, adashmasam. O'zi bu yer lekin to'g'ri-ku, lekin hammaydi biz qilamiz. Yo'q, to'g'ri emas. Mana bunaqa dedingizmi? Yo'q. Qisib turing, men bildim. Buni qo'yamiz. Qarang, bu tepadan keladi, mayli. Tepadan kelib pastga tushib ketadi. Shunaqa? Shunday. Bo'ldi-da? Pastda bitta blok bor-ku. Uni nima qilasiz? Qaysi blok? Pastga boring-da, qanday u? Qarang, o'rtada qolib ketdi u, pastga uriladi. Blokka uriladi. Bu tepadan keladi-ku, bu tepadan kelib pastga tushadi. Tepadan kelib pastga tushadimi? Ha? Bilmasam. Nimaga yerga yer qo'ydingiz? Boshqa blokim yo'q ekan qo'limga. Buni boshini topdingizmi? Boshi endi-da, qidiraylik. Birinchi qila olaylik. Yaxshi. Ketadi. Har bittasiga bitta qo'yib chiqasin meni. Mazza qilib uchish, qurbonlik talab qiladi. Keyin videoyingizni yakunlaysiz. Bitta shuni oxirigacha quramiz, keyin mana shu yerlarda zo'r qilib tozalaymiz, o'zimizdagi qila olamiz-da bu yerni. Bolalar oromgoh ochamizda soqqacham bosamiz. Ungacha men ham to'g'rilab olsam internetimda qo'shilasiz. Mana endi qanday o'tadi bu? Tepasidan ham o'tish joyi bu. U unda o'tadi. Yo'q, baribirda odam qisilib qoladi, ko'rinmay qoladi odam. Bilasizmi, ana jon ketadi. Mayli, o'sha jon bizni tashlab to'g'ri qilib qo'ying. Nima farqi bor? Shuda men qilayman. Temirlarni oling kerak bo'lib qoldi. Mashinaga tezlatgich qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi, taka. Tezlatgich. Mayli, mana bundan bitta olaylik. Mana o'zi tepadan tushyapti, nima kerak? Ana. Ikki xil bitta tomoni yonmay qolyapti-ku tepada. Bittasi tepada. Ko'ryapsizmi? Короче, mana shu yerdan tezlatgich mana buzo. Mana bitta tezlatgich, bitta bunaqa. Tezlatgichga qanaqa qo'yamiz? Mana bunaqa qo'yamiz, to'ppa to'g'ri. Xo'p, bu yerga bitta tezlatgich. Bu yerga bitta tezlatgich. Tepaga qarab chiqadi, asta chiqadimi? Tezlatgichga redstone kerak-a? Boyagi yerlarni ichida tezlatgich siz xato qilyapsiz. Bu aslida tepadan tushish kerak edi. Adashib. Yo, bu yerda ham mana tepa hamma tomoni har xil. Bu yoqqa chiqsa ham baribir pastga tushib ketayotgan joy bor mana bu yerda mana. Demak to'g'ri ekan. Demak tepaga chiq. Redstone qidirib ko'ring. Da. Hozir uxlaylik. Hozir uxlaymizda, ertasi kuni redstone qidiramiz faqat. Uxla. Redstone emas, Rails qidirsangiz ham bo'ladi. Rails, boyagi joyga borib kelamiz.